Assalamu alaykum, kanalıma yaxshimi? Men bugun cho'g'onlarda rakni pişirmoqchi. Men bimdan agirib yo'ldishim. Muzg'alatda adalag'liq. Men buni yuvib, eritib qildim. Mana bu shundaq. Eritib, yuvib, suyini süzib, pakiz qildim. Bunu pişirish uchun men oldi bilan bu qachamga bir tal tuxumimni chekiman. Mana ko'rdinglar, hozirroq bir tal tuxumni chekayotdim. Endi men misir nashastasi döküman. Muvaffaq miqdorda. Endi bularni bir yaxshi aralashtirib qilay. Tuxumim az kelib qolsa bir tal tuxum cheksak bo'ladi. Mening tuxumim az keldi, yana bir tal tuxum chekiman. Mana endi bir tal tuxum ekledim. Bularni yaxshi aralashtiraman. Mana bu holatda bo'ldi. Men bunga bir choy qo'shib atrofida hozir tuzimni qildim. Buni bir aralashtirib o'tay. Endi bunga men bu aralashma nimamni to'kima buni. Bu holatda aralashtirdim. Endi men qozonimga yog' qo'ydim. Bu o'timni yechib, yog'imni isitay. Endi men bunga az miqdorda, aslında buni geleta unuga chilasanglar bo'ladi, ammo men buni ayrimchilab, yana avarichilik qilib qo'ygacha buning ichiga ham geleta unimni bir qutiga qo'yib qo'yag'liq, mushuni to'kiman. Yani o'xshashdan bo'laveradi. Qozonimiz mo qizidi. Endi buni az-azini elib salsaq bo'ladi. Qozon. Mana shunday men saldım. Aslında bir taldım ayrım geleta onu çatmasaqım bo'ldi. Chunki bu bek uşaq o'g'aliq uchun balkim ko'rdinglar. Onu bunda qilib qo'yishdi deb men biroq men pishirdim. Pishsin, ko'rib boqaylik. Agar sizlar xohlasanglar, bu ham hammani bir aralashtirib geleta unini shu bir taldan elib qozonga solsanglar bo'ldi. Meningki bek uşaq bo'g'aliq uchun hammani selavetdim. Mana ko'rganinglardek mushalatda shunchalik yaxshi pishib chiqdi. Men shakl olsun uchun marulni yuvib, shunday tuzib etdim, shuni ustiga olay deb. Shu holatda. Shunchalik churib chiqib pishib chiqdi. Qo'limiz maynat olmaydi, eliflam. Birden geleta uni qo'chib rapog'ich bek ushaqgan shuning uchun. Endi men o'tni o'chirib etib, buni suzib olaman. Mana. Ko'rdinglar, shunchalik churuk holatda chiqdi. Mush holatda rakni pishirsanlar bo'ldi. Bir talda deb rakning shakliga kirgizmasakmi? Masalan, aldirashchilikda, ya'ni ushaq raklar bo'lib qolsa, mush holatda pishirsak bo'ladi, ya'ni. Men bek yaxshi ko'raman rakni, ammo yo'ldashim yaxshi ko'rmaydi.
Mana bizning müşahidə raklarımız tayyor bo'ldi. Shundan pişasanlar buludu. Şunchalik çürük. Hakikaten değişik bo'ldi. Müşahidə pişasanlar buldu. Bana diyorsunuz mesela yeni yorum qilishinglar mumkin, balki bittadan elib shakl chiqarib qilsangiz, uni qilgan albatta burun. Yine qilma yaqinda, lekin bu ben shoxgan ham oldirablam teshik tomoqqa müşahidə pishirib etdim. Sizlar shuni qilinglar inshaalloh, belki ish bo'ldi.